21-chi tavap. Yenip turman, cho'rgilab turman. Qalmas g'ururum, parvonimu men. Nadin kelganligi bilinmaydi. Qandoq keldi deb hech so'ramaymiz. Chunki oshiqqa yo'l to'shimaydi. Uning oshiqiga bo'lgan oshiqi tillarga dostondir. Doim oshiqiga talpinadi. Shuni biladi-ki, oshiqning ma'shuqi borligini, uning ishqi bo'lgan oshiqi uni ishqning markaziga tortadi. Kichik parlaq qanotlari bilan lampaning atrofiga uriladi. Salom qilgandek qilib, oldi bilan bir tegidi va ishqning atrofida aylanishni boshlab ketadi. Dastlabda asta-asta orqadan keyin surat tezlashidi. Boshqa hech kim uni tutib ola olmaydi. Ko'zmu nihoyat taslikda uni farq etaligidek holga keladi. Tavapni qachon tugitar deb saqlab turganingizda tuyuqsiz beshini ko'tarib o'zini lampaning ichiga atadi. Boshda bilib bilmaydigan bir chis qilgan ovoz quloqqa kiradi. Orqadan bir o't yenib o'chidi. Kichikkina turib nurga kirib ketgan parvona amdilikda butunlay nurga aylanib ketgan bo'ladi. Ya'ni oshiq nurga aylanib ketgan bo'ladi. Bu bir parvonaning nurga bo'lgan oshiqining dramatik bir hikoyasidir. Seni bir parvona deb tasavvur qilayli. Bir parvonaning oshiqi bo'lgan nur oldiga kelib turganiga o'xshash, Ka'baning oldiga kelib tursan. Birdamdan keyin okeanlarga singib ketish uchun aylanishga qetilib ketsan. Nafsingni tutib bir oz saqlaysan. Oldi bilan Hajarul Aswadga bir qo'l planlatsan. Chunki xotiriga xotirlanishni o'ylaysan. Menmu bu yerdaman degandek bir ma'nini ifodalagandek qilasan. Men qara keldim. Bir tomchi edim, okeanus bo'lishga keldim degandek bir ish qilgan bo'lasan. Bismillahi Allahu akbar deb bu okeanus to'lqinlarga takror qetilib ketsan. Bilginki sen emdi burunqidek bir tomchi emassan. Belki bir dengiz, bir okeanusning ichidasan. Olam shumul umumiy xorda seningmi ovozing jaranglaydi. Bu olam shumul melodiyani senmi o'z tilingda aytsan. Osmon va zaminning do'sti bo'lib ketsan. Bu bir oddiy ishmi, ha? Hammadan muhim bo'lgani bo'lsa, seni va ularni yaratganning do'sti bo'lasan emasmi? Yetti osmon, zamin va ulardagi mahluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madhilaydi. Sura Isro 44-oyat. Degan oyat qulug'ing to'ydi jaranglaydi. Yuraging puchulanadi. Vujuding titraydi. Va bu oyatni har qitim o'qiganingda bu oyat sana, hey inson, osmon zamin uningga tasbih etgan yerda sen nimaga qarab tursan? Sen qayerdasan? Sen nimishqa yodlashding? Nimishqa jiroqlashding? Osmon zaminning bu olam shumul xo'rga qachon qetilasan? deydi. Endi ichingning bir yerlaridan kelgan ovozsiz bir cho'qonni ba kuching bilan tovlasang bo'ladi. Allahu akbar. Mana menmu keldim. Sizlar bilan ayni xo'rga qetilishga keldim. O'xshash melodiyaga qetilishga keldim desang bo'ladi. Ka'bani yuraging ba tarafga olasan. Yana beshiga qaytayli. Sen bo'lsang elektronsan. Ka'ba yadro. Sen bo'lsang qon. Ka'ba bo'lsa yurak. Sen bo'lsang oy. Ka'ba bo'lsa yer shari. Sen yer sharisan. Ka'ba bo'lsa quyosh. Sen quyoshsan. Ka'ba bo'lsa quyoshni atrofida cho'rgilatgan bir planet. To'xtab qolma. Oshiqlar faqat to'xtab qolmaydi. Oshiqning vaqti soati yo'q. Tavob qilma ham. Oshiq muddatsiz. Oshiqqa to'yg'ili bo'lmaydi. Tavobmi ham. Sen bir parvonisan. Işık o'tida ko'ygili kelding.
aşıqdek oylan, aşıqdek tınşa. Qoyuvet, aqıllar öz aqlının peşide bolsun. Sen aşıqsan, aşıqının peşigi çüş. Qorqmığın, aşıqlar ot etrafıda pervane, bırak aşıqlar köyüp yok bolmaydı. Eğer aşık bolsan yarınğa, Düşkün İbrahim'nin ateş bağığa, hergiz aldanma yalgan yarğa. Ut gülşenide kül boluduğanlıqınğa. Ya ki bir aşık adımı bolgan Seyit Nizam oğludek, yürek tarine titirtidigan şu mısralarını tekrarla. Rabbim bergin aşıkını mana, pervanen bolay senin. Bulbuldek aşık bop camalınga, köylügüçün bolay senin. Köydür meni, aşık şerbetige kandur meni. Mest kılıp çörgilet meni, mestanen bolay senin. Algın, mende menlik kalmısın, hiç kim halimni bilmisun. Nam nişanım kalmısın, pinhanın bolay senin. Bu can kuşun sana uçar, aşık şarabını mana içür, bu tacı tonudun vazgeçtür, yalancın bolay senin. Seyid Nizam oğlu hocam, ayrımığın özündün meni, eğer kan yığılsa bu közüm, garibanın bolay senin. Sen çörgile, ama yürükün sükut içide kalsın. Asli palaket bolsa, senin jim turuşun, yürükünün bolsa aynışıdır. Arafat'ta marifetke erişip, köz yaşların bilen yuyup tazlıgan yürek aynıkini Kabe'ge toğırla. Yürükün u yerden algan yoruqlıqni aydek kalbinin çoңqur yerlerine aks ettirsin. Sen bu nur şoğlusunun peşigi esilgin. Yürükünge toğır bir seferini emelge aşırış üçün meyli nimeli qılsan, əmdi yox bolup, parğa ayınıp ketiş xətirin yox. Çünki sen bundan keyin asanlıq qurup parğa ayınıp ketidigan bir tamçı emas, su emas, belki okyanus sen. Aylanıp kirgen yolunu kim mi iziqtiralaydı? Közlerge emas, köngüllerge qara. Yürükünün en çoңqur qatlamlarında onu tapsan. Sana can tomurungdan yaqin bolganını tapsan. Onunğa şu kadar varqırap, jarqırap dua qılattın. Zeyni yok, Kördün. Onun sana en yakın tomurdun mu yakın bolğanını? Onun üçün varqırap, jarqırashqa kerek yok. Bulupmu insan denizinin adettin taşqırı gürüldigen avazını buzduğan qopal avazlardan yirak turşun kerek. Perişan bir üçüncü bir futbol ətriti kabi ternirlar yetekçilikide xor toğlap tavap qilish nazaketsizligiga kirme. U yer tenterbiye meydanı emas. Allah'ның uyi. Ayrım bir xor toğlışınga, gruppu quruşunga, bir iyot kabi ochiqti qilib selgi qitilmaslıqda çıng turvelişinga bolmaydı. Qoyper özüngni bu denizning ritmlik dolqinlarga. Ular seni nege apırdıganlıqını bilidi. Yürükün faqat to'xtab qalmasın. Lavlaring qimirlab qo'ysimi bo'ladi. Qimirlamasimi ham. Ammo doim Tilgen, yalurgan, ingildigan, yürükün etishgan, seg'ingan, hamid etgan, sana etgan, zikr qilgan, fikr qilgan, shukr etgan, tavba qilgan, duo qilgan bo'lishing kerak. Qanchalik tilayalisang shunchalik tila. Untuma. Denizgi şoңğudun, qanchalik tolduralısan, şunchilikni alasan. Yürükünün eğizini ochiq tut. Yürükünni tilashdan ibaret müşkülçilik uluqının astığı qoy. Amma yürükünün tegi töşük bolup qalmasın. 1, 2, 3. Toluq 7 qitim aylanasan. Esingda tut. yetti deganlik bolsa, Мәңгүлікni, davamlışını ifadelaydı. Qara, muhabbet мәңгүлік idi. Bunun sırrı, dal mushuningdan iborat edi. buni yaxshi əsligin. Şeytanға qarşı qılğan cihingdə atqan oqlarınыңmı sırrı muşu.
70 dona o'qni tashkil qilgan 7lik parchalar bu edi. Bu deganlik batılga qarshi jang qancha muddat davom qilsa, haqqi bo'lgan oshiqingmi shu qadar davom qilar deganlikdir. Bu yana shundoq deganlikki, jangmi, oshiqmi tabatdir. O'zingga bir sistema loyihalasang bo'ladi. Birinchi aylanishni takbir bilan, ikkinchi aylanishni hamidi bilan, uchinchi aylanishni Allohning go'zal ismi va sifati bilan, to'rtinchi aylanishni duo bilan, beshinchi aylanishni tasbihlar bilan, oltinchi aylanishni tövbe istig'for bilan, yettinchi aylanishni tafakkur bilan qimmatlantirsang bo'ladi. Tavob xuddi namozga o'xshaydi. Bu sababdan haj faoliyatlari ichida tahorat elish sharti faqat tavob uchun shartdir. Tavobmu namozga o'xshash mirajdir. Tavobmu namozdek bir ahdnoma yengilashdir. 360 graduslik har aylanish Bir ahdinomidir. 7 aylanishdan keyin ahdnomangni yengilagan va oshiqingni Allohga sunish uchun İbrahimning Rabbiga yuzlan va 2 rakat namoz qilgin. Endi yer yuziga qaytgandan keyin nima qilasan? Uning ta'limoti bilan mahsharning aylanishi tugaydi. Shundoq, ahdnomangni o'rindashda sarf qiladigan tirishchanliging muhimdir. G'ayrat qilmasang, saodatga erish haqqiga noil bo'lolmaysan. undaq ekan yur. Hozir hojar bo'l va ishlashning baxtlik natijasini ko'r. Untuma, tog'larni o'rigan yigitlarning g'ayratlaridir. Oldingda o'rilishni saqlayotgan tog' kabi to'saqlar bor. Şerinning tağlarının arkasida unda qaldı turma. Sen perhatsen, devrinin tağdek tosuqlarga gürcekni emas, yürekni ur. Sen teşmekçi bolgan taqqa nispeten perhatning teşkentiği tağ hesaplanamdı, ha? Ure, gürcekni emas,